Assalomu alaykum hurmatli azizlar, chaqonchilanganlar. Navbatdagi obyektimizni ham xudo xolasa bitirib, yoqib topshiryapmiz. Xo'sh, yoqqanimizga yarim soatdan oshib qoldi. Mana gradusimiz 80 ga chiqdi. Hozirgi holatda 80 turibdi, mana 85 ga qo'yganmiz, 80 ga chiqdi. Xo'sh, qaytishlarimiz, ketishlarimiz mana 70 ga yaqin qaytyapti hisobda. Общий o'timizning yonishi katyolimizga hoka yoqilyapti. Hozir mana bunker orqali bunga samoxod yoqsa ham bo'ladi. Xarsang ko'mirlarni yoki o'tin yoqsa ham bo'ladigan katyolimiz bu. Ham o'tin ko'mirga, ham hoka ham moslangan. Normal holatda ishlab beryapti. Bu yerda umumiy holatda 9 ta xonaga hozir atlabilan qilib berganmiz. 17 ta mana podporniklar qilib, naryoqda 2 xonaga ham oyoq ostidan, shu dorzaxonadan yertagidan o'tkazib berganmiz. Hozirgi kunda, hozir holatda birinchi tochkadan oxirgi tochkagacha bir vaqt o'zida bir hoka ostida isib beryapmiz. Общий mana 9 xona uyga hozir montaj qilib isib berdik. Kimga shunga o'xshagan xizmatlar zarur bo'lsa bemalol orqaga chiqib olasizlar. Xudo xolasa katyollari bilan xizmat qilib beramiz, xizmatlarni ko'rsatamiz. Xolasadan katyol ham sizlarga topib beramiz. Katyollarni o'zimiz tavsiya qilib, katyollarni ham o'zimiz topib beramiz. Xohlaganlarga katyolni o'zini ham yetkazib berishimiz mumkin. Montajlar tayyor bo'lsa. Bundan tashqari mana hozir bitta ozgina ish qo'shildi. Mana yerda kattagan teplitsa bor ekan, ikkitalik. Teplitsa xonaga ham mana sistema topib olyapmiz. Bo'lmasa qishqiroqli kunlarda xona havo ortiqcha sovib ketgan paytda teplitsani muzlatmaslik uchun hadda shaq turadi.